Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerge aytdilar. Do'stlarimni sog'indim dedilar. Shunda sahobalar biz sizni do'stingiz emasmi deb so'radi. Resulullah aytdilarki yo'q. Sizlar meni sahobalarimsizlar. Do'stlarim meni ko'rmasdan turib iymon keltirgan. Ular keyin keladi dedilar. Ana shu do'stlarimni sog'indim dedilar. Ya Rabbi, Resulümüzge ko'rmasdan turib iymon keltirganmiz. U zotni ko'rmasdan turib yaxshi ko'rganmiz. U zotga do'st bo'lmoqligimizni, haqiqiy do'st bo'lmoqligimizni ham nasib aylagin.